Yo bismillah. Onajon, Hamdacham, shu bonkalarni ishlatsam maylimi? bunkalarni nima qilasan? Hozir boblaymizda onajon. Oldin yaxshilab yuv. Anchadan beri ishlatilmagan. Xo'p bo'ladi. Anor anor biyo babolinam şabnam biyo babolinam oy anor anor biyo babolinam şabnam gulinor biyo babolinam har kokulizar axtari doran dar xonai Shuncha ovoragarchilik nima kerak? Shuni qozonga pishirsang bo'lmaydimi? Buni ta'mi o'zgachada onajon. Bismillah. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Charchamang.